tug'dingizmi? Hech bo'lmaganda 7 kun yoting o'rningizdan turmang. Kerak bo'lsa mana ona, kerak bo'lsa o'sha raddomga yoting, kerak bo'lsa qaynonangiz qarasin. Shu sharoitni yaratib qo'ying. Aslida tuqqan xotin yotish kerak. Eng kami 7 kun, eng kami 10 kun yotish kerak. Hozirgi kunda nima uchun ayollarda qinni, ya'ni bachadon bo'ynini yoki bachadonni yoki qinni devorlarini tushib qolishi juda ko'p uchrayapti. Buni asosiy sabablardan biri ayollar tuqqandan keyin, hattoki bu narsa eski badejina kitob bor, akshuslar ginekologiyada. Ana shu kitobda yozib qo'ygan. 7 kun o'rnidan turmaslik kerak tuqqan ayol degan. Tasavvur qiling, mamunchagina bachadon. Mana shunday katta bo'lib ketadi. 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilogacha ayol bola tug'yapti, to'g'rimi? Ana shu bola tug'ilgandan keyin tasavvur qiling, boyagi bachadon xuddi boyagi bo'sha bo'lgandan keyin lattaga o'xshab qoladi. Lattaga o'xshagan uni ham o'zini qaysidir joylarida boylamlari bor, o'zini birikkan joylari bor, to'g'rimi? Siz o'sha bolani avval 7 kun yotgan-ku, hozir raddomda mana umuman ayollar yotmayapti. Shuni tug'adi, shuni o'rnidan turadi, joyiga o'tadi yoki bo'lmasa bolasiga emizadi, bolasiga qaraydi. Hattoki endi tasavvur qiling, agar sal bola og'irroq bo'ladigan bo'lsa, boyagi bolani reanimatsiya xonasiga 50 marta borib keladi. Aslida tuqqan xotin yotish kerak. Eng kami 7 kun, eng kami 10 kun yotish kerak. O'shanda boyagi boylamlar, bachadon qisqarib, joyiga borib, mana bu yoqdan tushib kelar darajada bo'lmaydi. Shunaqa ayollar bo'lgan, menga kelib, doktor raddomga yotgan paytimga tug'ruqxonaga bolani tug'ib bo'lgandan keyin hojatxonaga chiqqanimda bachadonim tashqariga otilib chiqib ketgan payti bo'lgan deb aytgan. Sababi nima? Bo'shab yotibdi-ku, kuchanyapti ayol. Kuchgandan keyin boyagi chiqib ketyapti. O'zi bilasiz, va tug'ib bo'lgandan keyin ayollar juda ko'pchilikda ichi qotib qoladi. Ichi qotib qolgandan keyin uni kuchanadi, kuchgandan keyin bachadon chiqib ketadi. Tushunyapsizmi? Asosiy mexanizmi bu yerda ayol o'zini ayamaganlik. Endi qarang, nima uchun 3-bolaga sezdingiz bu narsa? Birinchi bolada xohlaysizmi yo'qmi, qaynonangiz bo'lgan, onangiz bo'lgan, sizni ayagan qanchadir miqdorda, sizni bir sizga qarashishgan, boshqa qilgan, keyin esa organizm hali yosh bo'lgan, hali elastik bo'lgan, unaqa bir qiyinchiliklar ko'rmagansiz. Birinchi bolaga uncha bilinmagan. Ana endi ikkinchi bola. Qo'lingizga o'zi hali bitta bolani mamnun qilib olib yuribsiz-da, endi ikkinchi bola bo'lib qoldi. Tasavvur qiling, yana bachadon shuncha kattalashyapti, yana bola shuncha katta bo'lyapti, pastga qarab itarilyapti, yana siz bu yerdan bolani ko'taryapsiz-da, undan battar nagruzka beryapsiz. To'g'rimi? U endi asa tushib kelyaptimi? Ana endi ikkinchi bolaga mundayroq bo'lish. Keldiz, ro'zg'oriz, eriz, qaynata bola bir tuzuk dam olmadingiz umuman. O'zi raddomga hozir bilasizmi, raddomga 2-3 kun ham yotmayapti ayollar. Shunday tug'adi, yaxshi bo'layotgan bo'lsa javob berib yuboriladi, shatta uyiga boradi, yana qaynonaning ko'zi yomon ko'rinmasligi uchun yoki bir qanaqadir holatlar, qancha odam alohida yashaydi, yana boyagi bolalarga ovqat qiladi, chaqaloqqa qaraydi, uyga qaraydi, yana boyagi bechara ayolga ana yo'q, umuman dam yo'q. Ana endi unda ham sal bundayroq bo'ladi, 3-bolaga toza ham bu narsa avjiga minib ketdi. Menga keladigan ayollarda asosiy qismini aytadigan gapi 3-bolamdan keyin shunaqa bo'ldim doktor deydi. Nima uchun? Endi ro'zg'or kattalashdi. Ayol bir kun ham raddomda tuzuk dam olmadi. O'zi boyagi bachadon tayyor bo'lib kelib turuvdi bunaqa bo'lib. Birinchi bolaga, ikkinchi bolaga, 3-bolaga bu kelgandan keyin yana uyga ketdi, yana dam yo'q, boshqa bechara ayol nima qiladi? Beli hali yumshab yotibdi bunaqa bo'lib. Ana o'shaning ta'siriga keyin toza bachadon tushib qolgan, qin yo'llari kamiga boyagidek razirf bo'lgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, uni evaziga boyagi darvozadek ochilib yotibdi. Kirgan shamol ham kirib ketadi, chiqqani ham chiqib ketadi. Ana shuni ta'siriga bo'ladi, havo chiqishi ham, gaz chiqishi ham. Yana 3 ta bolamni hammasiga ichim qotgan deyapsiz. Ichingiz qotgandan keyin u qanday bo'ladi? Ana shularda ta'sirga bo'ladi senim. Shuning uchun hozir meni tavsiyam ayollarga bu narsani hamma ayolga aytib buni jar solgan bo'lardim. Sababi ko'rayotgan ayollarimni asosiy qismida o'sha raddomda, uyda asosan o'ziga berilmagan parvarish hisobiga kelib chiqyapti bu narsa. Shuning uchun 3-bolangizga bilinib qolgani, o'zingiz tayyor bo'lib turuvdingiz, 3-bolangiz shuni yuziga chiqarib qo'ydi. O'shan ta'sirga bo'lyapti. Endi esa boyagi shilliqni ko'paygani, qichigani ko'paygani, boshqa bo'lgani, endi tasavvur qiling shuni. Men bu yerda kirish darvozaning oldida bachadon turibdi, darvozaning oldida qin devorlari tushgan bo'lib turibdi. Unday bo'lgandan keyin og'riq bo'ladi-da. Bunaqa bo'lib tushib turgandan keyin aloqada ham og'riq kuchli bo'ladi. Boyagi infeksiya ham to'g'ridan-to'g'ri kirib ketadi. Sisit kuchayib ketdi deyapsiz. Sisitingiz kuchayib ketgani devorlari tushib qoldi-ku. Uni bachadon bosyapti.
undan keyin qovuq bosilyapti, siydik yo'ldagi sfinkterlar bo'shashganday bo'lib qoladi. Uni ta'siriga boyagi o'zi bachadonda qin yo'llardagi mikroflora o'lib yotibdi. Uni ta'siriga undan chiqqan infeksiyalar siydik yo'lga kiraveradi. Yana uni ta'siriga xo'jayin bilan birga bo'lasiz, erdagi infeksiyalar, o'zizdagi infeksiyalar qo'shiladi, qin yo'liga kiradi. Qin yo'li bilan siydik yo'liga kiradi. O'shaning ta'siriga bo'ladi mana shu hammasi. Tug'dingizmi, dam oling. Tug'dingizmi, o'sha nima deydi, hech bo'lmagan taqdirda 7 kun o'zingizga e'tibor bering. Bachadon tushib qolmaydi. Hozirgi bachadon tushishlarining asosiy narsasi tug'ruqdan keyin ayollar o'ziga e'tibor bermayapti. Yuryapman, yaxshi tug'dim, ketdik, mana ana deyapti-da, ana qilib ketyapti. Shuning uchun ham shunaqa bo'lyapti. Sizda ham asosiy problemangiz mana shu.